Assalomu alaykum YouTube kanal obunachilari. Mana bugun Beshariq tumaniga darvozamizni blokka o'rnatganmiz. Chekkalari 8x12, karabkalarimiz 6 ga to'g'ri bo'lgan, 1.8 dan bo'lgan listlarimiz. Qalinligi zamoklarimizga keladigan bo'lsak, zamoklarimiz bir zamokdan bo'lgan, mana bemalol ochib yopib ko'rishlaringiz mumkin. Mana cheklari hammasi standart tekis bo'lib chiqqan. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hammasini qo'yib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa mataklari shiviler bo'lgan. Mana orqalari mana akamizga mashinamizni remin qismidan o'rnatib berdik, ochib yopishga. Mana ko'rishlaring mumkin. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.